ko'pchiligilar mendan so'raysizlar, kursingizda tikish texnologiyalari ham bormi deb. Mana bu asos kursimda aynan shu yubkani ko'rsatib berganman. Aynan shu yubkani ko'rishingiz mumkin. Orqasini shlitsali qilib, astarli qilib, har bitta choklariga alohida e'tibor berib, mana bu orqani shlitsa qismi, burchaklarini mana shunaqa qilib chiqarishni o'rganasizlar. Kantik bilan qanaqa qilib akkuratni tikishni o'rganasizlar. Bular hammasi mana imенно asos kursimda o'rgatiladi. Shlitsani ko'tarib ko'rsataman. Mana shunaqa akkuratni tikish choklarini o'rganasizlar. Bu aynan asos kursimda o'rgatiladigan mavzularimdan biri. Mana ko'rishingiz mumkin, chokini qanaqa qilib toza chokda qilib ko'rsatib berganman. Mana bu ham tikish texnologiyasi bilan berilgan. Aynan buni siz o'rganishingiz mumkin asos andaza tayyorlash kursimda. Mana orqalari ham bir xil chiqqan, old ustidan ham bir xil chok. Aynan mana shunaqa burchli qilib, chiroyli akkuratni qilib tikishni o'rganasizlar. Ko'proq ma'lumot olish xohlaganlar uchun mana ma'lumot sifatida berib o'tdim. Ichi ham mana astarli qilib ko'rsatganman. Zamokda astar ichiga olib ketishlar, hammasi o't ido o'rgatganman. Yon choklarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Prям chokiga 1 millimetrgacha. Mana chokini ko'rishingiz mumkin. Yon choklari 1 millimetrgacha bir-biriga tushganini. Mana bu yubkaning yon qismi. Hammasini o't ido tikish texnologiyasi bilan birga o'rganasiz. Bu asos kursimda.